Assalomu alaykum aziz futbol ishqibozlari. Barselona haqida, uning uzoq o'tmishi va yaqin tarixi haqida imkon qadar eslatgan bo'ldik. Endi buguni haqida gapiramiz. Buguni deganimizda asosan bir yigit ko'z o'ngimizda gavdalanaveradi. Kimligini bildingiz albatta. Lionel Messi. 2018-yilgi Messi 2000-yili Argentinadan Kataloniya tomon samolyotda ketayotgan bolakay Leoga maktub yozganda qanday yozardi? Keling, kelajakdan maktub ruknida bir tasavvur qilib ko'raylik. Leo, men seni shunday atayman. Keyinchalik sen haqingda nimalar gapirishmasin, o'zga sayyoralik degan ta'riflarni-da yog'dirishmasin. Men seni yoshligingda buvimiz qanday erkalagan bo'lsa shunday atayman. Leo. Dadangning soatiga bir qarab qo'ychi. Tungi soat 11 ga yaqinlashib qolibdi-ya. Qo'rqyapsanmi samolyotdan? Qo'rqma. Umring osmonda o'tib ketadi hali. Hozir uchayotganing chinakam osmonda ham futbol